Assalomu alaykum. Inspiring Education kanali obunachilari va bizning kuzatuvchilarimiz. Bugungi video tahlilimizda Prezident maktabi asosiy imtihoni formatidagi 3-repetision testimizni ko'rib chiqamiz. Hop, oldingi videolarda aytganimdek, barcha testlarni va testlar natijalarini onlayn darslar kanalimizda kuzatib borishingiz mumkin. Hop, bugungi testimiz Prezident maktabi asosiy imtihoni uchun bo'lgani uchun 20 ta testdan iborat va tanqidiy fikrlashdan 12 ta va mantiqiy misollardan 20 ta tayyorlab kelganmiz. Hop, demak, bo'lmasa boshlaymiz. Birinchi misol. Bugun Asad o'z yoshi va ukasining yoshini qo'shdi. Natijada 15 chiqdi. Bir yildan so'ng uning yana bir ukasi tug'ilgan bo'lsa, eng kichik ukasi 2 yosh bo'lganida Asad va uning ikkita ukasi yoshlari yig'indisi necha bo'ladi? Hop. Demak, birinchi Asad va ukasining yoshi 15 ekan. Shuni qo'shganda. Keyin 1 yildan keyin ukasi tug'ilibdi. Eng kichik ukasi. Demak, o'sha ukasi tug'ilgan payt va ukasi va Asadning yoshi yana bittadan oshgan, ya'ni Asad ham 1 yoshga o'sgan va ukasi ham 1 yoshga kattaygan. Demak, jami yig'indi 2 ga oshgan. Ya'ni 17 bo'lgan. Endi aytilyapti, eng kichik ukasi, o'sha tug'ilgan ukasi o'sha payt 0 bo'lib turgan bo'lgan. 2 yoshga to'lganida Asad va uning ikkita ukasi yoshlari yig'indisi qancha bo'ladi? Xo'p, endi har biri 2 yoshdan yana ana qilish kerak, qo'shilish kerak yoshiga. +2 +2 +2 bo'lish kerak uchalasiga ham. Va jamiga bu qanday ta'sir qiladi? 17 ga mana shu uchalasini qo'shamiz. 6. Demak, uchalasining yoshi eng kichik ukasi 2 yoshga to'lganda 23 yosh ekan. Bizda variantimiz to'g'ri javob bo'lyapti. Xo'p. To'rtburchakning tomonlari 4 sm, 16 sm. Shu yuzaga ega bo'lgan kvadrat tomonning uzunligini toping debdi. Demak, to'rtburchagimizning yuzasi nimaga teng? Eni ko'paytirilgan bo'yiga, ya'ni 4 ko'paytirilgan 16 ga. 16 ni 4 ga ko'paytirsak 64. Demak, kvadratning yuzi qanday bo'lardi? Bitta tomonni kvadratiga teng bo'lishi kerak. Xo'p, masalan, a ni kvadrati teng 64 desak, a ko'paytirilgan a teng 64. Ya'ni qandaydir bir xil sonni 2 marta ko'paytirsak 64 chiqishi kerak. Bu bizda 8 bo'ladi. Ya'ni 8 kira 8 64. Xo'p, kvadratning tomon uzunligini toping degan ekan. Demak, kvadratimiz tomoni 8 sm ekan. Bu javobimiz. Xo'p, tanga 5 marta tashlandi. Quyidagi natijalardan nechtasi imkonsiz? Xo'p, tangani o'zi ikkita tomon bo'ladi, to'g'rimi? Pullik va gerb. Endi gerb deb yozib qo'ying. Gerb tomon bo'ladi. 5 marta tashlaymiz, demak 5 marta bu tushishi mumkin, 5 marta bu yoki 4 ga 1, 3 ga 2, 2 ga 3, 1 ga 4 va 0 ga 5 tushishi mumkin ekan. Mana shunday tushishi mumkin. Xo'p, birinchi gapimizda aytilyapti, 3 marta gerb, 3 marta raqam tushgan. Shunday bormi? Bizda 3 marta yo 3 marta raqam bilan 2 marta gerb yoki 2 marta raqam bilan 3 marta gerb tushishi mumkin. O'zi 5 marta o'tamiz-da. Shuning uchun 3 ta 3 tadan tushishi mumkin emas. Demak, birinchisi mumkin emas. Ikkinchisiga qaraymiz. Hech qachon ketma-ket 2 marta bir xil tomon tushmagan. Bir xil tomon tushishi mumkin. Mana masalan 2 bilan 3 ni oladigan bo'lsa, 2 marta 100 so'mlik tushgan bo'lishi mumkin, boshida raqam tushgan bo'lishi mumkin. 3 marta keyin ketma-ket gerb tushgan bo'lishi mumkin. Hop, bizga imkonsiz holatlarni aytish kerak edi. Mana shu imkonsizni aytmoqchi. Buni dumaloq qilib qo'yamiz, buni o'chirib turamiz. Hop, gerb soni raqam sonidan kam. Gerb soni raqam sonidan kam bo'lishi mumkin. Masalan, 4 va 1, 3 va 2 gacha bo'lishi mumkin yo 5 bilan 0 ni olishimiz mumkin. Ya'ni 5 marta raqam gerb 0 ta, 5 marta 4 marta raqam gerb bitta. Ya'ni gerb raqamdan kam bo'lyapti. Va bu ham bo'lishi mumkin. Birinchi va oxirgi tashlash bir xil. Yana mana shu holatni ko'radigan bo'lsak, masalan, ikkita hop raqam tushdi dedik, 3 marta gerb tushdi dedik. Birinchi otganimizda raqam, ikkinchi, uchinchi va to'rtinchi otganlarimizda hop gerb tushdi va oxirgi 5-chi otganimizda yana raqam tushdi. Bo'lishi mumkin bo'lgan holat. Buni ham chiqarib tashlasak bo'ladi va bizda bitta mana shu birinchi hop gapimiz xato ekan. Nechtasi xato deyilganida bittasi xato bo'lar ekan. Hop,
To'rtinchi savol. To'siq 10 bitta kavakdan iborat. Chittak to'siq bo'ylab bir kavaklardan sakrab qo'shni sinfga boradi debdi. Har bir sakrash undan 1 soniya vaqt oladi. U avval 5 kavak oldinga, keyin 1 kavak orqaga sakrabdi. Demak, hop, уже mana shu kavakda turganida 1 sekund ketadi. 2, 3, 4, 5. Mana shunday boradi-da. 5 sekund ketdi mana shu yerga borguncha. Bitta qaytganda yana 1 sekund qo'shiladi, lekin o'zi jami 4 dan bosib o'tgan bo'ladi. Shuni yana bir marta takrorlasa, ya'ni 9 gacha keladi, bunday keladi-da, bitta orqaga qaytadi. Ya'ni mana shu yerda bo'ladi. Ya'ni yana 4 ta bosib o'tadi. Birinchi 4 ta bosib o'tishiga 6 sekund vaqt ketganda, keyingisida ham 5 + 1 ketadi, 6 sekund. Endi o'zi 8 da turibdi, 8-kavakda. Bu 9, mana yerda 10 va oxirgi 11-kavagimiz. Hop, bitta, ikkita, uchta aniqladi, sakraydi kavaklardan va yetib borar ekan oxirgisiga. Ya'ni 5 ta yurib qayta yotish shart emas ekan, 3 tada o'zi yetib olar ekan. Bularimiz 12 bo'ladi va yana har bir kavakda 1 sekundda vaqt ketsa 3 sekund, jami 15 sekund vaqt ketar ekan. Bizdan nima so'ralgandi? Chittak oxirgi kavakka necha soniyada yetadi? Demak, 15 sekundda oxirgi kavakka yetib kelar ekan chittakimiz, mana shu yerda bo'lar ekan. Shuncha ajobimiz to'g'ri bo'lyapti. Hop. Quyidagilardan qaysi biri har doim to'g'ri? Sonning oxirgi raqami 5 bo'lsa, u 5 ga bo'linadi. Javobimiz to'g'ri. O'zi 5 ga bo'linish qoidasi oxiri yoki 0 yoki 5 bilan tugashi kerak. 5 ga bo'linish qoidasi. Shuning uchun javobimiz to'g'ri. Ikki sonning ko'paytmasi juft bo'lishi uchun ikkalasi ham juft bo'lishi kerak. Masalan, 2 ko'paytirilgan 3 6 ga teng. Bittasi toq, bittasi juft. Lekin ko'paytma bizda juft raqam. Juft son. Shuning uchun B javobimiz chiqib ketadi. Juft bilan juft bo'lishi shart emas. Juft bilan toq bo'lsa ham juft chiqadi natija. Juft bo'ladi. Xo'p, toq sonlar faqat 1, 3, 5, 7, 9 raqamlaridan tashkil topadi. Masalan, 23 ni olaylik. Toq son, lekin raqamlari bu juft, bu toq. Demak, bu ham bo'lishi mumkin emas ekan. Har doim to'g'ri emas ekan. To'g'ri, 11 ni oladigan bo'lsak, 13 ni oladigan bo'lsak, 15, 17 bular toq raqamlardan tashkil topgan, lekin mana shunday 23 kabi juft raqamdan tashkil topgan toq sonlar ham bor. 3 xonali sonning raqamlar yig'indisi 3 ga bo'linsa, son ham 3 ga bo'linadi. To'g'ri, raqamlar yig'indisi hop 3 ga bo'linadigan son chiqsa, son 3 ga bo'linadi, lekin faqat 3 xonalilar uchun emas bu. O'sha testimizda sal muhokama bo'ladi, ya'ni mana shu 5-savolda ikkita to'g'ri javob ketib qolgan deb. Mana shunga chalkashgan bo'lishi mumkin test teshuvchilar. Lekin bu faqat 3 xonali uchun deb aytgan. Lekin har qanday son uchun, masalan 21 2 xonali uchun qo'shadigan bo'lsak, 2 + 1 3 bo'ladi, bo'linadi 3 ga. Shuning uchun 21 sonimiz ham bo'linadi deya olishimiz mumkin. Bu aytmoqchimanki, 3 xonali son emas, hamma songa ta'sir qiladi. Shuning uchun xato. Demak, A javobimiz to'g'ri bo'lib qolyapti. Xo'p. Ona bolalariga havo sharlarini sotib oldi va ularni teng ravishda ikkalasiga taqsimladi. Katta qiziga 3 xil rangdagi sharlar, har bir rangdan 4 tadan tushdi. Ona jami nechta shar sotib olgan? Demak, hop, katta qiziga deylik va kichkina qiziga. Hop, kichkina qiziga bo'lib beribdi. Demak, bunda 3 xil rangdagi shardan har biridan 4 ta tushibdi, ya'ni 12 ta tushibdi katta qiziga. Boshida aytilganda teng ravishda bo'lingan. Demak, kichkina qiziga ham 12 ta shar bergan. Shunda ona jami nechta shar sotib olgan bo'ladi? Ikkalasini qo'shib qo'yamiz. 24 ta bo'ladi. B variantimiz. Xo'p. O'qituvchi talabalar har kuni kamida 30 daqiqa kitob o'qishlari kerak, chunki bu ularning til bilimlarini oshiradi. Ushbu gaplardagi qaysi biri o'qituvchining fikrini eng yaxshi qo'llab-quvvatlaydi? Xo'p, demak, variantlarimizda mana shu kitob o'qishning 30 daqiqa kitob o'qishning til bilimlarini oshirishga foydasi haqida gapirilganini topsak, o'sha eng yaxshi qo'llab-quvvatlaydigan javob bo'ladi. Masalan, A javobni qaraydigan bo'lsak, kitob o'qish vaqti boshqa mashg'ulotlarga ham zarur. Bu
Hop, ustozning gapiga qarama-qarshi gap bo'lyapti. Ya'ni kitob o'qishga sarflagandan ko'ra boshqa narsalarga ham sarflashimiz mumkin degan. Qo'llab-quvvatlamayapti bu gap. Shuning uchun buni chiqarib tashlaymiz. Hop, ko'p o'qigan talabalar ingliz tili imtihonlarida yaxshi ball oladi. Hop, nima deyapti? Masalan, ko'p o'qiyapti, kitob o'qiyapti. 30 daqiqadan ham ko'p o'qiyotgandir balki. Hop, ingliz tili imtihonlarida yaxshi ball oladi debdi. Bu o'sha ko'p kitob o'qishning yaxshi taraflarini ko'rsatib beryapti. Demak, mana shu javob ustozning gapini yaxshi qo'llab-quvvatlaydi. Hop, siz javobni ko'radigan bo'lsak, ba'zi talabalar kitob o'qishni yoqtirmaydi. Hop, bu bizga taalluqli bo'lmagan variantlardan. Ya'ni ustozning gapini bu qo'llab-quvvatlamaydi ham, ya'ni qarama-qarshi fikr bermayapti ham. Kitob o'qish diqqatni oshiradi. To'g'ri, bu kitob o'qishning foydali tarafi, lekin til haqida emas. Til bilimlarini oshirish haqida emas. Shuning uchun D javobini ham chiqarib tashlaymiz. Rasmda shakllar raqamlarni ifodalaydi. Bir xil shakl bir xil raqamni ifodalasa, beshburchak nechani ifodalaydi? Deyilibdi. Hop, mana bu yerda beshburchagimiz qatnashgan ekan. Beshburchakni aylanaga ko'paytirsak 48, ikkinchi ifodamiz va uchinchi ifodamiz mana ikkita bir xil shakl qatnashgan. Ya'ni 36 bo'lingan dumaloq bo'lyapti yana dumaloqqa. Demak, dumaloqimiz necha bo'lishi mumkin? Ya'ni mana qilib yozsak bo'lar. Dumaloq ko'paytirilgan dumaloq teng 36. Ya'ni nimadir qaysidir sonni 2 marta bir o'ziga ko'paytirsak, o'ziga o'zini ko'paytirsak 36 chiqishi kerak. Bu son bilamizki 6. Demak, dumaloqni 6 ga tengligini bildik. Endi ikkinchi ifodaga qo'yamiz. Ikkinchi ifodaga qo'yib o'tishimiz ham shart emas ekan, chunki bizdan faqat beshburchak so'ralgan. Hop, beshburchak ko'paytirilgan 6 teng bo'lyapti 48 ga. Demak, beshburchagimiz teng bo'lyapti 48 bo'lingan 6, ya'ni 8 ga teng bo'lyapti. Hop, demak javobimiz D javob ekan. 9-savolga keldik. Asrorbek shunday dedi: "Menga o'qish buyurilgan bu kitob menga yoqmaydi. Menimcha, talabalar maktabda qanday kitoblarni o'qishlarini erkin tanlashlari mumkin." Ushbu javoblarning qaysi biri agar rost bo'lsa, Asrorbekning fikrini eng yaxshi qo'llab-quvvatlaydi? Asrorbek nima demoqchi? Buyurilgan kitobni, ya'ni kitob buyurilmasi kerak. Qandaydir kitobni o'qish majburiy bo'lmasi kerak. Talabalar o'zi tanlab o'qish kerak deyapti, erkin tanlab. Mana shuni qo'llab-quvvatlaydigan gap bo'lishi kerak. Hop, talabalarga ba'zi boshqa fanlar bo'yicha o'qiganlarni tanlashga ruxsat beriladi. Bu nima demoqchi? Sen gaping to'g'ri emas, to'liq to'g'ri emas. Beriladi-ku ayrim fanlar bo'yicha o'zi erkin tanlash huquqi demoqchi. Bu qo'llab-quvvatlash emas, javobimiz. Shuning uchun chiqarib tashlasak bo'ladi. Talabalar ko'pincha filmga aylantirilgan kitoblarni o'qishni xohlashadi. Bu filmga aylantirilgan kitoblarni o'qish fanga yaxshi urg'u bermasligi mumkin. Ya'ni bu ham Asrorbekni gapini qo'llab-quvvatlamaydi. Ya'ni hop, fanga oid bo'lgan, o'zi xohlagan kitob, ya'ni xohlab turib erkin o'zi tanlaganni plyus taraflari bo'lishi kerak. Ya'ni foydali taraflarini aytish kerak variantlarimiz. Shuning uchun B javobda foydali taraf aytilmagan. Sinfdagi boshqa o'quvchilar ham o'qishlari kerak bo'lgan kitoblarni yoqtirmasdilar. Hop, bunda ham biz foydali jihatni ko'rmayapmiz, faqat bizga ma'lumot berilyapti. Bo'ldi, yoqtirmagan boshqalar ham deb. Talabalar o'qigan kitoblardan zavqlanishsa, ko'proq narsani o'rganadilar. Hop, bunda nima deyishimiz mumkin? Nima xulosa chiqarishimiz mumkin? Ya'ni o'zlari tanlashyapti, zavqlanishyapti, o'qib, yaxshi kitob, o'zlari sevib mutolaa qiladigan kitobni tanlagan, o'qigandan mazza qilishyapti va bunda nima qilish mumkin? Ko'proq narsalarni o'rganishi mumkin. Ya'ni bu o'zlari erkin tanlashdan kelib chiqadigan foyda. Shuning uchun Asrorbekning gapini eng yaxshi qo'llab-quvvatlaydigan variantimiz o'sha D javob bo'lib qolyapti. Agar kvadratning tomoni 5 sm bo'lsa, uning yuzi 25 sm kvadrat bo'ladi. Shundan so'ng Ali. Demak, agar kvadratning yuzi 25 sm kvadrat bo'lsa, uning tomoni 5 sm bo'ladi dedi. Alining xatosi qaysi gap eng yaxshi tushuntiradi xatosini? Hop, bu yerda Ali o'zi xato qildimi? Yo'q, kvadratni aytyapti, 125 sm kvadrat bo'lsa, deyapti, tomoni 5 sm. Xuddi mana shu gapni
shu tartibda aytmayapti-da. Natijadan kelib turib aytib beryapti. Bu yerda Alini hech qanday xatosi yo'q. 125 santimetr bo'lgan boshqa shakllar ham bo'lishi mumkin. To'g'ri bo'lishi mumkin, lekin biz tepadagi gapimizda kvadrat haqida aytilgan. Tomoni 5 santimetr bo'lgan kvadratning yuzi har doim 25 santimetr kvadrat bo'lmaydi. O'zi 5 santimetr bo'lsa, mana shu gapimizda aytilganda 25 santimetr kvadrat bo'lishi aniq-ku. Xo'p, 125 santimetr kvadrat bo'lgan kvadratning tomoni 5 santimetr bo'lishi shart emas. Kvadrat bo'lgandan keyin shart. Shuning uchun javobimiz ham chiqib ketadi. Xo'p, Ali qoidalarni aytdi. Agar men bazmga kelsam, sen ketasan. Xo'p, agar sen ketsang, Lola yoki Nargiza Bahodirdan raqsga tushishni so'raydi. Agar Bahodirga Lola yoki Nargizadan raqs taklifi kelsa va sen ketmasang, Bahodir bu taklifni rad etadi. Xo'p, keyin Ali shunday debdi, lekin sen ketmading debdi. Hammasi bir-biriga bog'langan. O'zi masalan mana shu bo'lsa, keyin bu bo'ladi, keyin bu bo'lgandan keyin rad etish mumkin, nimadir bo'ladi deyilyapti. Lekin Ali aytayapti, lekin sen ketmading deyapti. Boshida aytilganda men kelsam, sen ketasan deb. Bu ketmadimi, demak, bu kelmagan bazmga. Ya'ni men bazmga kelmadim degan javobimiz bu yerda to'g'ri bo'lib qolyapti. O'sha birinchi gapga qaraymiz. O'sha yerda o'zidan mana shu xulosani chiqarib olsak bo'ladi. Xo'p, Aziza 9 ta tortni mayiz va 6 ta tortni yong'oq bilan bezadi. U jami 12 ta tortni bezagan. Nechta tort ham mayiz, ham yong'oq bilan bezalgan. Xo'p. Mayiz bilan bezalgan va yong'oq bilan bezalgan ekan. Bu 9 ta bo'lyapti va 6 ta bo'lyapti. O'rtada ikkalasidan ham bezalgan. Xo'p, x ta tort bor. Bu 2 marta sanalib ketgan, ya'ni 9 ni ham ichiga kirgan, 6 ni ham ichiga kirgan. Buni sonni qanday topib olamiz? 9 ga 6 qo'shamiz. 2 marta sanalib ketgani uchun bittasini ayiramiz x ni. Endi bizda jami o'sha tortlar soni chiqishi kerak. Bezatilgan tortlar 12 ta. Hop, 9 ga 6 15, ayrilgan x teng 12. Oddiy tenglamaga kelib qoldi. Endi yechib qo'yamiz. X teng 3. Ya'ni 3 ta hop x o'rniga 3 qo'yilyapti mana shu yerda. Demak, bu 3 ta tort ham mayiz bilan, ham yong'oq bilan bezatilgan. Faqat mayiz bilan bezatilganlar 6 ta, faqat yong'oq bilan bezatilganlar 3 ta bo'lib qolyapti. Shunda yig'indisiga qarasak 12 bo'lyapti. Va javobimiz A bo'lar ekan. Ham o'sha mana shu o'rtadagi umumiy tortlarni topishimiz kerak ekan, tortlar soni. Yomg'ir yog'ayotganda o'quvchilar tanaffusni sinfda o'tkazishlari kerak. Demak, yomg'ir yog'ayaptimi? Tanaffus ichkarida bo'lar ekan. Tanaffus ichkarida bo'lishi kerak. Agar yuqoridagi gap to'g'ri bo'lsa, quyidagi keltirilganlardan qaysi biri ham to'g'ri bo'lishi kerak. Xo'p, tashqarida yomg'ir yog'ayapti, shuning uchun men daraxt tagida turishim kerak. Tashqarida yomg'ir yog'ayapti ekan, demak, tanaffus ichkarida bo'lishi kerak. Ya'ni tashqariga chiqilmasligi kerak. Shuning uchun men daraxt tagida turishim kerak degan narsa to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni o'zi umuman chiqmasligi kerak. Daraxt tagida turishim shart emas chiqmagandan keyin. Javobimiz chiqib ketadi shuning uchun. Hozir yomg'ir yog'ayapti, shuning uchun men tashqarida soyabon bilan o'ynay olaman. Yomg'ir yog'ayotganda tashqariga chiqishga o'sha ruxsat yo'q, ya'ni tanaffuslar hammasi ichkarida bo'ladi deyilgan. Shuning uchun tashqariga chiqilmaydi. Tashqariga chiqilmagandan keyin soyabon o'zi bu tashqariga chiqish haqida, shuning uchun birdan xato qilsak bo'ladi. Hop, yomg'ir yog'mayapti, shuning uchun men sinfda qolishim. Yomg'ir yog'mayaptimi? Bu bajarilmadi. Tanaffus ichkarida ham bo'lmaydi degan. Agar yomg'ir yog'mayotgan bo'lsa, bemalol tashqariga chiqib, o'ynab, nimadir qilish mumkin. Shuning uchun men sinfda qolishim kerak. Yo'q, bu shart emas. Bemalol tashqariga chiqib yursa ham bo'ladi. Hop, yomg'ir yog'mayapti, shuning uchun men tanaffusda tashqarida o'ynashim mumkin. Bu to'g'ri javob, ya'ni yomg'ir yog'mayaptimi? Tanaffus ham ichkarida bo'lmaydi. Javob to'g'ri. Diyora 2027-518 sonining juft o'rnidagi raqamlar yig'indisini hisoblash kerak edi. U quyidagicha hisob qildi. 2 + 5 + 1 = 8. Diyoraning hisobi haqida qaysi mulohaza to'g'ri debdi. 2 5 ni olgan va bitta joy tashlash kerak edi. 1 ni 8 ni olish kerak edi. Hop, mana shu yerda toq o'rnida bo'lish kerak edi. Misolimiz, ya'ni toq o'rnidagi raqamlar yig'indisini hisoblash kerak bo'lish kerak. Hop, toq o'rnidagilar o'sha birinchisidan boshlanadi. Bu birinchidagi toq o'rin hisoblanadi. 2 hop 7 juft o'rinda turibdi, 5 keyin 1 ham juft o'rinda turibdi, 8 ni olishimiz kerak edi.
Lekin Diyora nima qilgan? Birini olib qo'ygan 8 o'rniga. Ya'ni u nima qilgan? Toq o'rin bilan toq raqamni almashtirib yuborgani uchun usuli xato bo'lgan. Ya'ni toq o'rindagi 8 ni olmay turib, birini olib ketib qolgan. Mana shu gapimiz to'g'ri bo'lishi mumkin. Ya'ni toq o'rin bilan toq raqamni almashtirib yuborgan. Shuning uchun javob xato chiqqan. Javobimiz to'g'ri. Hop, hisoblash usuli ham, natijasi ham to'g'ri. Bu javob xato bo'ladi. Natijasi ham to'g'ri chiqmayapti. Usuli ham to'g'ri emas. U faqat juft raqamlarni qo'shgan. Yo'q, bizda bir raqam bor. Juftlar yo bo'lmasa mana 5 ham bor, toq raqam bo'lgan. Shuning uchun B javobim chiqib ketadi. Ba'zi raqamlarni hisoblamagan. Ba'zi raqamlarni hisoblamagan, lekin o'rnini almashtirib qo'ygan desak to'g'riroq bo'lardi. Chunki hamma raqam kiritilgan, просто 1 bilan 8 ni o'rnini almashtirib qo'ygan. 15-savolga keldik. Katya va Dasha rasm darsidan so'ng qog'ozda o'ng va chap qo'llarining rangli izlarini qoldirdilar. Katya chap qo'li, Dasha esa o'ng qo'li bilan iz qoldirdi. Nima to'g'ri debdi? Hop, qo'llarni belgilab chiqsak, masalan, hop, bu chap qo'l, o'ng qo'l, hop, bu ham chap qo'l, o'ng qo'l ekan, chap qo'l, o'ng qo'l, hop, bu ham o'ng qo'l, chap va chap qo'l ekan. Chap qo'lni kim qo'ydi? Katya 6 ta qo'yibdi. Hop, Dasha esa 4 ta qo'yibdi. Demak, nima bildiradi? Javoblarga qarasa, Katya Dashadan 2 ta iz ko'p qoldirdi. Hop, birinchi variantimiz to'g'ri keldi. Ya'ni Katya 6 ta qoldirgan, bu 4 ta qoldirgan, 2 ta ko'p iz qoldirgan. To'g'ri. Demak, maktab musiqa dasturida zarfli cholg'u asboblarida chalishni biladigan o'g'il bolalar yo'q edi. U holda quyidagilardan qaysi biri to'g'ri debdi. Hop, A variantimiz zarfli cholg'u asboblarini chalishni faqat qizlar bilishardi. Hop, chalishni biladigan o'g'il bolalar yo'q edi deyapti. Lekin qizlar bu yerda bo'lmasligi haqida ma'lumot yo'q. Ya'ni qizlar ham bilmasligi mumkin. Mana shu to'garakdagi qizlar ham bilmasligi mumkin. Shuning uchun bu har doim to'g'ri deya olmaymiz. Yo, o'zi to'g'ri deya olmaymiz bu holatda. Hop, musiqa dasturida faqat qizlar bor. Bu yerda masalan to'garakda o'g'il bolalar ham, qiz bolalar ham bo'lishi mumkin. Lekin o'g'il bolalar chalishni bilmasligi mumkin. Shuning uchun faqat qizlar bor deya olmaymiz. Hop, C variant musiqa dasturida o'g'il bolalar juda kam bo'lishi kerak. Yo'q, kam bo'lishi ham kerak emas. Masalan, aytaylik 10 ta o'g'il bola, 5 ta qiz bola bo'lsin, lekin 10 tasi ham bilmaydi chalishni. Bu kam bo'lishi shart emas bu yerda. Shuning uchun bu yerda hech qanday hozir uchta variantimizda yo'q. Ya'ni nima deyishimiz mumkin? Bizda yetarli ma'lumot yo'q deyishimiz mumkin. Chunki qizlar chalish haqida yo hop qizlar bormi yo'qmi o'zi to'garakda yoki o'g'il bolalar qanchalik soni o'sha to'garakda ichida hech qaysi berilmagan. Shuning uchun bizda yetarli ma'lumot yo'q. Ni belgilab qo'ysak bo'ladi. Hop, 2021-yili 4 ta raqam bilan yoziladi. Ya'ni 0, 1, 2, 2 ekan. O'tmishda yana nechta yil shu 4 ta raqam bilan yozilgan? Eslatma 0122 yil hisoblanmas ekan. Ya'ni 0 ni birinchi yozib bo'lmas ekan. Hop, demak, to'rxonali qanaqa qilsa bo'ladi? Masalan, 1022, hop, 1202 va 1220. 3 ta yil bo'ldi. Endi bu yerga 2 ni qo'yib ko'raylik. 2 o'tmishda bo'lgani uchun endi 2021 dan oldin bo'lishi kerak. 2012 qilsa bo'ladi. Hop, yana qanday qilsa bo'ladi? 2100 qilsak kelajakka o'tib ketamiz, 2200 qilsak mana shu yerga qo'ysak kelajakka o'tib ketamiz. Demak, 0 dan boshqasi qo'yib bo'lmaydi. Hop, almashtiradigan bo'lsak, bu ikkalasi o'rni, ya'ni 2021 deydigan bo'lsak, bu o'zi o'tmish emas, hozirgi zamon. Shuning uchun buni o'tmish deya olmaymiz. Demak, 1, 2, 3, 4 ta yilni shunday yozsak bo'lar ekan, o'tmishdagi. Demak, C javobimiz to'g'ri ekan. Hop, navbatda turgan odamlar orasida Zuhra oldindan 10-o'rinda, orqadan esa 8-o'rinda turibdi. Malika, demak, navbatda jami 18 kishi bor debdi Malika. Malikaning xatosi nimada? Hop, 10 ni 8 ga qo'shgan, 18 degan, lekin aslida Malika hop 10-o'rindaligida ham bitta,
8-o'rindaligida ham Zuhrani bitta qo'shib hisoblayapti. Ya'ni bundan birda aytsa 17 ta odam bo'lishi kerak. 18 ta emas. Shuning uchun 2 marta hisoblab ketganligi uchun 18 degan. Mana shu Malikani xatosini ko'rsatadi. Xo'p, agar Salim Buxoroda tug'ilgan bo'lsa, demak u O'zbekiston fuqarosi. Buxoroda yuqoridagi fikrni quyidagi gaplarning qaysi biridan xulosa qilish mumkin debdi. Demak, shunday xulosa chiqarishimiz kerak. Bizga variantlardan, ya'ni Buxoroda tug'ildimi, O'zbekiston fuqarosi degan. Xo'p, Buxoroda tug'ilish hamda mana shu aylanamiz bajarildimi? Demak, O'zbekiston fuqarosi degan xulosa beradigan bo'lishi kerak. Buxoro viloyatida tug'ilgan har bir kishi O'zbekiston fuqarosi hisoblanadi. Xuddi mana shunday, ya'ni Buxoroda tug'ildingizmi, O'zbekiston fuqarosisiz. Bu aniq. Endi shunday qaraymiz, Salim Buxoroda tug'ilibdi, demak, u ham O'zbekiston fuqarosi deya olamiz. Mana shu A variantimiz to'g'ri keladi. Xo'p, boshqa variantlardan ko'ra O'zbekistonning har bir fuqarosi viloyatlardan birida yoki hududlardan birida yashovchi hisoblanadi. Bu yerda viloyat yoki hudud Buxoro o'sha O'zbekistonning hudud yoki viloyatiga kiradimi, yo'qmi, o'sha haqida ma'lumot aniq emas. Masalan, boshqa davlatni boshqa qandaydir viloyatini berib qo'ysa, masalan, bilmasligimiz mumkin-da. Shuning uchun buni ola olmaymiz. Buxoro viloyatida tug'ilgan ba'zi odamlar O'zbekiston fuqarolari. Ba'zi odamlar deyapti, demak, ba'zilari O'zbekiston fuqarosi bo'lmasligi ham mumkin. Bundan biz aniq Salim O'zbekiston fuqarosi ekanligini chiqara olmaymiz xulosa qilib. Salim Buxoroda yoki Xorazmda tug'ilgan. Bu umuman bog'liq bo'lmagan variant ekan. Bundan hech qanday xulosa chiqara olmaymiz. Salim Buxoro yoki Xorazmda tug'ilgan, demak, O'zbekiston fuqarosi deya olmaymiz. Hop, bir siyosatchi televideniyega bergan intervyusida shunday dedi: mamlakatlar har biri boshqasi bilan qanchalik ko'p savdo qilsa, bu hamma uchun shuncha yaxshi. Ushbu jumlalarning qaysi biri to'g'ri bo'lsa, siyosatchining fikrini eng ko'p qo'llab-quvvatlaydi deyilibdi. Mamlakat uchun kuchli biznesga ega bo'lish muhim. Bu yerda hozir bir-biri bilan bo'ladigan munosabatlar haqida gap ketmayapti. Agar ko'proq odamlar o'z mamlakati tovarlari yoki xizmatlarini sotib olishsa, korxonalar yaxshiroq ishlaydi. Bunda davlatlar bir-biri bilan savdo qilish haqida gap ketmayapti. Bu yerda nima haqida gap ketyapti o'zi? Mamlakat o'z tovarlari, mamlakat ichidagi odamlar o'zining tovarlarini sotib olish haqida gap ketyapti. Bu mamlakatlar aro savdo haqida ketmayapti. Bir-biri bilan savdo qiladigan mamlakatlar bir-biriga qarshi urushga kirish ehtimoli ko'proq. Bu bizga qo'llab-quvvatlamayapti. Navrot, bunday oladigan bo'lsak, yomonlayapti. Ya'ni buni qilmaslik kerak, davlatlar bir-biri bilan savdo aloqalari o'rnatmaslik kerak degan xulosaga olib qo'yapti bu javobimiz. Shuning uchun chiqarib tashlaymiz. Ba'zi mamlakatlar ma'lum tovarlarni boshqalarga nisbatan arzonroq ishlab chiqarishlari mumkin. Bunda nima demoqchi? Masalan, O'zbekiston qaysidir mahsulot arzon ishlab chiqarsa, uni chekkadagi davlatga mana shu yerda sotilayotgandan balandroq narxga sotishimiz mumkin. Bizda masalan narx mana shu masalan levelda deydigan bo'lsak, boshqa davlat bizdan bundan qimmatroq sotib olishi mumkin yoki biz hozir sotib olayotgan qimmat tovarlarimizni boshqa davlatdan arzonroqqa sotib olishimiz mumkin, chunki u yoqda arzonroq ishlab chiqariladi. Shuning uchun D javobimiz to'g'ri. Bu bizda o'sha davlatlar o'rtasidagi savdoni yaxshi tomonlarini ko'rsatib beryapti. Shuning uchun to'g'ri deb ola olyapmiz. Xo'p, shu bilan 3-repetision testimiz, ya'ni o'sha Prezident maktabi asosiy formatdagi testimiz tahlili o'z yakuniga yetdi. Qolgan videolarda va ko'proq testlarda faol qatnashishlaringizni so'rab qolamiz va keyingi videolarda ko'rishguncha deymiz.